Men uchun dunyodagi eng qo'li shirin odam bu meni onam. Siz uchun kim? Men uchun ham meni onam, lekin ba'zilar uchun boshqalar bo'lishi mumkin. Izohlarda yozib qoldiring. Bugun onam bilan oshxonada birgaman. Meni farzandlarim eng yaxshi ko'radigani kichik bomba, yarim tayyor mahsulotlari. Har doim farzandlarim bilan ishdan kelganimdan keyin gaplashib o'tirganimizda nimadir yegimiz kelib qoladi va albatta biz muzxonani tez olamiz, 10 daqiqada tayyorlab yeymiz. Har bir mahsulotni qanday tayyorlanishi qadoq orqasida ko'rsatib o'tilgan. Strepsini listga joylaymiz va 6-8 daqiqaga qizgan duxovkaga yuboramiz. Agar qovursanglar 3-4 daqiqada tayyor bo'ladi. Achchiq tovuq qanotchalarini esa o'rtacha qizigan yog'da 5-8 daqiqa davomida qovurib olamiz. Duxovkada esa 15-20 daqiqa davomida qovurishingiz to'g'ri keladi. Aytgancha, ayrı-ayrı ham tayyorlashinglar mumkin. Chek bu mahsulotlari keng assortimentda uni ustiga halol sertifikati ham bor. Taomimiz bir zumda tayyor bo'ldi. Kichkina farzandinglar ham maza qilib yeb qo'yishadi. Tayyorlash juda ham oson, umuman qiyinchilik bo'lmaydi.